Scratch'ni yana o'rganamiz. O'tgan safar Bond yemasgandik. Bugun birorta qiziqroq o'yin yasaymiz. Mana shu o'yin bo'ladi, bizga to'g'ri mos keladi. Videolarni ko'rib o'tirmaymiz, backdropga o'tamiz. Birinchi o'rinda backdropdan xohlagan narsangizni olishingiz mumkin. Agar xohlasangiz shunday ham olishingiz mumkin. Mana menga shu yoqdi. Shuni oldim shuning uchun. Va men mushukchani o'chirib tashlayman. Yana suramiz. Keyin esa tanlab turib akulani kalmarni topar ekanmiz. Kalmar sal pastroq bo'ldi, shuning uchun ozgina qidiramiz. Mana ko'rdim. Ana yerdan yaxshi nomini yozgan oktopus ekan. Mana oktopus bosdik. Shunga shularni yozamiz. Mana right arrow qilib qo'yamiz o'ngga. Keyin yana bitta olsak, keyin left qo'yamiz o'ngga chapga. Ikkalasiga ham x qo'yar ekanmiz. Shuning uchun ikkalasiga birdaniga qo'yib qo'yamiz. Va backdropimiz tayyor. Ularni yana bitta qilar ekanmiz. Chapga deganda nega minus qilib qo'yish unutmanglar. Bo'lmasa kodini xato chiqadi. Mana yana shayga o'tib. Mana olib oldik. Don bilan aparoq qo'yamiz. Don aralda minus turar ekan. Ana cheng y ekan bunisi. Y qilish unutmaymiz. Ana y turibdi. Shunga chenga y qilinib. Bularning bittasiga don, ikkalasiga ham bitta. B esa endi uparroq qo'yamiz. Ana uparroq turibdi. Donga esa minus 10 qo'yamiz. Minus 10 qildik. Shuna qilib kalmar o'yinimiz hozir tayyor bo'ladi. Yulduzcha ham olar ekanmiz. Yana qidiraman. Ana olganimizdan keyin shularni yozaman. Ana olib oldik. Shuni hozir ozgina vaqtingizni olmaslik uchun bu yerni pauza qilib yuboraman. Shu joyda eslatib o'taman. Bundoq qilib o'chirib tashlasangiz ham bo'ladi. Oktopusga star berib qo'yamiz. Mana. Endi star play sound qo'yamiz. Sound ko'rsa ekan. Play sound turibdi. Ashuni qo'yib va ovoz tanlaymiz. Splash farqi yo'q bunisi. Okean berib turaveradi. Vent qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi skor qo'shamiz. Yoki uzatchasiga ball. Sizning balingiz.
hamma xohlagancha qo'yaysan. Uning yurishi farqli. Mana bu yerda skor chiqibdi. Endi Octopusga shu joyda pauza qilib qolgan hammasini bu yerda mana bundoq qilib mana bu yerga bosib sizning balingizni o'zgartirib qo'yasiz. Kim yozgan bo'lsa shuni o'zgartirib qo'yishni unutmasin. Bo'lmasam ishlamaydi kodingiz. Mana nihoyat o'yinimiz ham tayyor bo'ldi. Mana o'ynab ko'ramiz endi. Mana tirkalardan boshlanadi. Mana agar tiyib o'tkazsangiz bal qo'shiladi. Katta qilsangiz hammaga xayr, sizlar bilan Max bo'ldi. Yana video qanaqa chiqdi? Obuna va like bosishni unutmang.